Benim kanalimga turadi mumkin. Это конечно. Mana bunaqa qildim-da, kecha mana shundoq yoqdim, hech kim kirmaydi deb o'yladim. Mayli hech kim kirmasa ham o'zim gaplashaman dedim. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz 00 mana podpischilarim. Yo'q, yo'q, 00 emas. Bittada 8 ta bo'lib ketsa bo'ladimi? Birdanmi? Ha. Ya, bo'ladi. Hali 1 million talab bo'ladi, xudo xohlasa mana bir oiladan keyin. Hozir. Assalomu alaykum do'stlar. Yaxshi yuribsizlarmi? Charchamasdan jigarlar. Bugun mana Almazbek ukamiz, Assalomu alaykum do'stlar. aktyorimiz har doim oldimizda. Juda ko'p sho'xlik qiladi. Bugun bir ozroq shu obunachilar bilan suhbat qurmoqchi edik. Plus, bilmaydi hozir. Qarang, sizga podpiska edim. Chiqib ketdim podpiskadan. Chiqib ketgansiz-da. Almaz Joy tashlab Vines. Xullas do'stlar, hozir qiziq suhbat bo'ladi, chiqib ketmaymiz. Da. Hozir gumillatamiz. Lotinchalik bo'lish kerakmi sizga? Chiqdi-yu o'sha mana. Yo'q. Mana. Almaz. Xudo xohlasa. Ha, mana shu. Mana efir bo'lyapti hozir. Tak. Do'stlar, bittadan like bosib qo'yamiz. Bittadan. O'zi 2 kishi ko'rayotgan ekansizlar. Ha, bittadan. Mana shu birinchi like-ni o'zim bosdim. Ko'rib turgan like-larni. Sizlar bossanglar 3 ta bo'ladi mana shular. Xullas do'stlar, xudo xohlasa mana hozir ko'rib turibsizlar. Mana shu 1 kishi, 2 kishi ko'rib turgan mana shu kanal xudo xohlasa yangi yilgacha 20 mingni qarshi oladi. Inshaalloh. Bo'lmasa undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Sababi ishonaman sizning o'tingizga. Rahmat. Sizga ishonaman. Xullas, agar savol-javoblar bo'lsa, kimda kim mana shu bolani tanisa, bemalol savol-javob qilinglar. Nima bormi? Hozir 5 minut. Ya o'zi bormi? Yaxshi. Bo'lsa. Nima gaplar endi? Nima savollar bor menda? Sizga savolim mana ana videodan keyin Qaysi videodan keyin? Qashqadaryolik yigitga mashinamni yuguraman degdingiz. Endi ko'ramiz. Xudo Xudo xohlasa. xohlasa. Xudo xohlasa. Agar yugurolmasam, endi YouTube'ga shuncha odamga aytib qo'ydim-ku, o'sha Tark etaman degansiz. Endi YouTube'dan tark etaman deganim, men o'zimni kanalimni tark etaman. Nima farqi bor? Mana kanal bor, mana shu kanaldan ham yurg'izib ketaveramiz. Uni tark etaman, yo'q, Uni tark etaman. Если что. Gap yo'q bular. Если что. Xullas, mana 4 kishiga ko'paydi. do'stlar, bittadan anaqa laykchalarni bosib tashlasalaring, mana shu yigitimizni kanalini bir ozroq ko'tarishga yordam bersak, juda ajoyib ish qilgan bo'lar edik, chunki yaxshi yigit. Oldindan rahmat. Uxlaganda yaxshi yigit. Uyg'onsa faqat sho'xlikni qiladi. Endi yomonlik qilmayman, sho'xlik qilsaman, bro. Yo'q, to'g'ri, yomonlik qilmaysiz, lekin baribir-da, endi aytib bo'laman baribir. Mana xudo xohlasa nasima keyin, yana kelajakda mana keyin kelajakda mana dallashib. Yana nimalar kutayapti? Mana jigarlarimiz sizdan. Xudo xohlasa kelajakda juda ko'p qiladigan ishlarimiz, planlarimiz, mana o'sha kinoni boshladik, kino syomkasini. Xudo xohlasa birinchi kinomiz chiqqandan keyin, o'zlaring baho berasizlar. Xudo xohlasa. U kinolarimizni o'zingizdan bo'lasiz. O'zim ham, chunki aktyorman. O'zingizdan bo'lasiz. Endi jigarlarimiz ko'rgandan keyin bu narsaga baho berib, bizni dalshi kino yana ishlashimizga, qaysi qilgan ishimiz ma'qul tushdi, o'zlari aytishadi hammasini.
O'zlari. O'zlari aytishyapti. Kino olishimiz kerakmi? Yana bu Yo'qmi? Ha. Endi yo'qmi? To'g'ri, mana kimdir like bosibdi, yana bir marotaba. Rahmat deb qo'yamiz, ha? Ha, like u masalan siz tez efir qilib tursangiz, tez efir qilib turing, obunachilaringiz bilan gaplashib turing. Auditoriyangiz bilan bir siz kimsiz, nimasiz? Qayerda osmondan tushganday primoylar qilasiz. Bilsin-da ular. Bu video shu kanalimda qoladi. Bitta o'zimni tanishtiraymi bo'lmasam hozir? Tanishtirib oling-da, o'zingiz tanishtiring mana shu. Assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar? Uchala tinch xonadonlar obodmi? Havola savob ataplarni ishlab turibdimi? Ismim Olmosbek Roziqov. Instagramdan ekan Almaz Vaynis deb bilishadi ko'pchilik meni. Mana qiziqarli, prikolli videolar olaman. Undan tashqari kinolar ham boshlaganman. Hozircha bitta kinoim qo'yilgan, internetda aylanyapti u. Do'st haqida unisi. Keyin xudo xohlasa yana bitta kinomiz 20 minutlik uje tayyor bo'lib qoladi xudo xohlasa, yana bir 2-3 kun. Uni Instagram ko'tara olmaydi, bilasizlar, maksimum 10 minut qo'ysa bo'ladi Instagramga. O'shaning uchun 3 minut parcha-parcha qilib yaxshi joylarini Instagramga qo'yib, reklamirovat qilib, qolgan polni versiyasini YouTube kanalimga qo'yaman. YouTube kanalimda hamma ko'radi u kinoni. U kino juda ham zo'r kino. Kerak bo'lsa yig'latadi ko'rganlarni. Musofirlar to'g'risida ko'pchilik iltimos qilganiga o'sha musofirlar to'g'risida kino ishladi u biza. Xullas, bundan buyog'iga mana 3 ta yo'nalishim bor-da, mana bittasi prikolli videolar, ikkinchisi ibratli, ya'ni achinarli videolar, uchinchisi kino. Xudo xohlasa mana shu narsani men aytaman. Mana shu internetda turadi mana shu videoyimda ko'rib O'zbekiston kino olami mana xudo xohlasa mana akalarim Shuhrat Musayev o'rtog'im, Elparvar anaqasi nima deyiladi? Komandasi biza mana shu kino olamini biza ko'taramiz, juda ham yuqoriga ko'taramiz. Mana men va'da beraman sizlarga. O'zbekistondan ham shunaqa zo'r kinolar chiqadi. Bizning kinolarimizni ham boshqa respublikalar, Qozog'iston, Tojikiston, kerak bo'lsa Afg'oniston, Turkmaniston, Rossiya ham tarjima qilib bizning kinomizni xudo xohlasa ko'rishadi. Undan keyin yana ham yuqori cho'qqiga chiqamiz. Butun dunyo ko'radigan kinolarni ishlab chiqazamiz biz. Chunki bu narsa Xudoga shukr mana berilgan, bu hammaga ham berilmaydi, Xudo tomonidan berilgan mana bularga. Mana men rejissyorman, o'zim ham aktyorman, zo'r aktyorman deb bemalol gapira olaman. Va kino olamini biz rivojlantirib kuchaytiramiz. Xudo xohlasa inshaalloh. Shuni va'da beraman sizlarga. Bu gaping uchun sendan kattalar ham aytgan, biz zo'r prikolli gapni gapir. U mendan kattalarini aqli yetmagan, o'shaning uchun gapiraverganda ular. Ularning aqli yetmaydi. Meni aqlim yetadi. O'shaning uchun gapiraman shu narsani. Meni aqlim yetadi. Xudoga shukr. Avvalo Xudo, men shu narsaga uverinman. Ishonaman o'zimga. 100%, 101% ishonaman. Shu narsani amalida ham qilaman. Mana Elparvar komandasi bilan birgalikda biz qilamiz shu ishni. Shunaqa ssenariy qilib qo'yganman, bitta xudo xolasa serial u. U mana Turkiyaning kinosi bor, mana Po'lat Alandar. Hammanglar ko'rgansizlar, ko'pchilik emas, 4 kishi biz. O'shanga o'xshash zo'r kino o'ylab qo'yganman. Uni просто ozgina rasxodi bor. Xudo xolasa u rasxodlarni nima dedim. Bu gapingizcha sendan kattalar hozir sendan kattalar kimlar ham aytgan, lekin qila olmayapti. Biroq sizga yo'l bo'lsin. Eminim. O'sha mendan kattalar aytgan bo'lsa, buni men aytaman. Ular bilan ishim yo'q. Buni men aytaman. Men qilaman shu ishni.
Men agar mana shunaqa jonim sog' bo'lib tursa, qani jonim sog' bo'lib mana shunaqa ko'rib, eshitib, gapirib, yurib Orzuga ayb yo'q debdi. tursam, mayli orzuga ayb bo'lmasa mayli, men aytdim. Men bajaraman. O'sha payt siz bilan gaplashaman. Saqlanib turadi-ku bu video. Ha, bu O'sha payt video ko'rsataman sizga. Mana men qilaman shu narsani. Mana Yo'q, shunaqa qani jonim sog' bo'lib tursa, bir inson bir narsani qilaman deb tursa, davay deb turish kerak-da. Davay gazini bo'z. Davay qo'ldan kelguncha davay qilgin deyish kerak. Lekin hech kim o'z-o'zidan shopir, o'z-o'zidan anaqa samolyot haydaydigan bo'lib ketmagan, ular ham ular ham bir orzu qilgan, harakat qilgan, shu narsaga erishgan. Man yo'qmi Haddeshga hammasi? berib turish bu menimcha bu qiyin narsa bo'lmasa kerak. Ukam gazini boshqalarning ham mana shu yigit ruhlanib bir zo'r narsalar qilishga harakat qiladi. Xudo xohlasa chunki mana nima uchun? Nima uchunligini Yo'q, aytaman. yo'q bilan hisobsan. Chunki butun dunyoni lahzaga keltirgan Amir Temur bobomiz bor. To'g'rimi? Mirzo Ulug'bek, Boburlar bor. Bizga nima qilgan? Biz o'shalarni akalayinasi emasmi bizda, to'g'rimi? Avlodlar. Avlodlari. Ular qilgan ishlarni o'shanaqa ish bo'lmasa ham biz sal boshqacharog'ini biz qilamiz. Elparvar komandasi. Biz qilamiz xudo xohlasa. Men bu narsaga like nimadir uchun emas, men uvering bu javob berib gapiraman, o'zimga ishonaman. Biz qilamiz shu ishni. Xudo xohlasa. Biz mana shu kino olamini ko'taramiz. Birgalikda mana shu komanda. Mana shu komanda. Bizani qo'llab-quvvatlab turgan muxlislar, sizlar. Endi juda yo'qda mana siz auditoriyaga o'zingiz tanishtirasiz, ha? Iste'dodingiz bor, aktyorsiz. Hozir nima qilib bera olasiz? Jim Carrey bo'la oladi. Jim Carrey? Jim Carrey? Bing, Mr. Bean ham bo'la oladi. Вручая высокие награды, Брежнев и не догадывался, что в Узбекской ССР их запросто... Yo'q, bu endi obrazda bu. Obraz. Men любой, серьезно. Kulib yoki yig'lab bera olasizmi? Shohruxxon mana. Чем получал орден Ленина, поэтому любой Endi человек... prichoskalarni qilsam o'xshata olaman mana. Он понимал, что человек есть, как минимум, миллион на вот это вот дело. Тотально круто. Yo'q. Keyin mana bunaqa bechorani yoqa olaman. Были партийные руководители. Bechoramiz. Но Рашидов чувствовал себя совершенно спокойно. Bu xayolparast emasmi? Yo'q, bu bechora. Лично Xayolparastchi. относился к Шарафу Рашидовичу как к близкому другу. Генсека устраивало все. Xayolparastmi? Kulib yo yig'lab bera olasizmi? Kulib, yig'lab, kulib ham bera olaman, yig'lab ham bera olaman. Masalaga bir savolim bor, narsani. Но на самом Boy деле bola. сращивание Boy bola mana. элиты и вот уголовного вот этого элемента происходило именно тогда. Я приведу только один пример. Bering, savolingizni bering. Которые имели место, как говорится, быть и доказаны. Это дело о золотом слитке. Yoqimli ishlar. Золотой слиток это 14 килограмм. Rahmat. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Поднимал над головой Шараф Рашидович во время открытия в Ташкентской области. Tak, baxti qora. Gap yo'q debdi. Tak. Ha, baxti qora bo'lib bera olasizmi? Baxti qora. Baxt qolami? Aha. Золотой слиток. Baxtsiz holat keltirib berish kerak. Yo'q. Baxti qora. Потому что никакой фабрики Baxti qora bir bechora. золото это добыто Ha, совершенно bechora. из другой Ha. руды. После Baxt того, qora emas, qaro deydi. как опустил руки Ну, с qaro. Keyin qiyin. Mana. этот слиток, портфель, и о нем все забыли. Портфель видели. Через Turishga yig'lab bering-da. Домодедово, Ой. когда Рашидов Amalda приехал bo'ladi lekin. докладывать, Mana рапортовать об Shunda ko'zingni ochib qo'lingni tiqib olmasdi. Biqib olib turibdi. Kamera yopib turibdi. Realni kelsin ko'z yosh. Миллионам людей, что он достоин звания отца народа. Так его стали называть после страшного землетрясения 1906
Yosh kelsin, yosh. Qani? Men bu yerdan kuldirib turaman, lekin siz yig'lang-da. Мать артистки Оксаны Бабаян выжила совершенно Yig'lang, случайно. ha? На нее упал портрет родителей. Женщина проснулась и в последний момент успела выбежать из ходившего ходуном дома. Землетрясение, на мое ощущение такое, Keldimi ko'zish? раскололо. Ko'zish keldimi? Yo'q, yo'q, ko'zim qisdi. Yig'la olaymi hozir? Это все Seni yig'lab beraman lekin. Bir soat kutması kerak bu yerga. Yo'q, mana. Bir soat kutish kerak emas-ku. Это был такой... Aktyor xohlagan payt yig'lab, xohlagan payt kulish kerak. Yo'q, olmasdi. Aktyorlar Ama yig'lashdan обычный. qancha tayyorlanadi bilasizmi? Yig'lash uchun shunaqa odamlar bor. O'qitadi. Shunday yig'lab, shunday kulib beradi. И приняли решение, значит, страна помогает Ташкенту. Kinoda yig'ladimi o'zim samimiy bilib? Yo'q, uni ko'rdim. Endi bular masalan bu realni bo'lish kerak. Hamma narsa. Армяне Bu narsaga urinib ko'raman lekin. мгновенно, молниеносно сюда пригнали все, в Ташкент пригнали все, и технику, и деньги, и рабочую силу. Город восстал из пекла в кратчайшие сроки. В течение 3 лет все пострадавшие получили новые квартиры. И вся благодарность узбекского народа была обращена к Рашидову. Несмотря на то, что Kutyapti o'zi yig'lashingizda. республик Советского Союза Ana kulgili smaykalarni jo'natmay turinglarda, bu kulib yuboryapti bo'lmasa. Yig'la olayman lekin. O'zi kepan bo'luvdi mana. вчера No, kinoda lekin mana musofirlar to'g'risida kinoda yig'laganman. Javob 100%, 101%. Chunki unga aniq kirishganman-da, hozir bu yerda efir tanishtirib, no, to'g'ri balki unga hozir kelmayotgandir, lekin yig'la olayman. Keyingi Situatsiya to'g'ri обязательно kelsa. yig'lab beraman. Yo'q, hozir yig'la olayman, просто bular aniq kuttirib, zeriktirmaydi odamlarni. Mana. O'rtog'im Bular o'zlari- bo'lmaydimi? Ha? Yo'q. Yo'q. Yo'q, javi akitda. Bu lekin Shuhrat lekin yig'lab oladi. размеры хлопковой мафии. Gapirgan payt otilib ketganini ko'rganman. Endi o'qi men ichimdagi gaplarni gapirayotganim uchun которые творят Emotsiyaga kiradi. Emotsiyaga kirib turib mana руководителями, как bum. на местах, начиная районы, областях, Xullas do'stlar, сверху, то есть o'sha aytilgan gap, otilgan o'q, правоохранительных органов. kinolarni zo'rlarini kutib qolinglar. Законе о Xudo xolisa, men ana aytgan o'zim musofirlar to'g'risida kinodan keyin критиковал srazu Elparvar komandasi tomonidan за коррупцию. Nasim Xoliq mana Shuhrat Musayev bilasizlar hammanglar. Kino olinyapti, serial. Birinchi seriyasini Xudo xolisa o'sha musofirdan keyin ko'ramiz. Elparvar kanalida, Shuhrat Musayev kanalida, Nasim Xoliq kanalida va Almaz Bins kanalida. Xudo xolisa ko'ramiz. Qanaqa savolinglar bo'lsa, yana bemalol berishinglar mumkin. To'g'ri javob berishga harakat qilamiz. Kecha sizni ko'rgan 7-8 kishi kirdi. Попрощался и выпил Mana sekin-sekin leysinsalar bu. O'zini birdan anaqa tepaga chiqib bo'lmaydi. Bitta qarab qo'yib, shu o'zingiz tanishtirib. Nima qilsangiz, xudo xolisa biz Inshaalloh. baxshiga Premier Liga qilgan paytimiz bir kishini kishi ko'radi. Men lekin yaxshi ko'raman shu 5 kishi, 6 kishi ko'rib, mazaxda gaplashib o'tirishgan. Chunki anaqa ko'p kommentariylarni o'qimayman-da, praktik bo'ldi. Ulgura olmaysizlar-ku. Menga mazaxda gaplashasiz. Ravshanbek, Lovionov, 5 миллионов тонн. Hasanov, Это непроизведенная продукция. bemalol o'taysiz. Из госбюджета выходит 3 миллиарда. 1,6 дорожевой больницы величины похищенные деньги. Бухара, 27 апреля o'ynagan 1983 года. Начальник местного отдела по борьбе с хищением musofirlar to'g'risida kino nima? собственности Музафаров U едет на своей Волге после рабочего дня u kinoni kulgili tomonlari ana которые резко выхватывают. soqolli bola o'sha bomishga aylanib qolgan. Ему, что разговор
Bilmayman, o'zim ham eslolmayman, qanaqa leksiya o'qiganman unga, или balkim skleroz или skleroz to'g'risini bilmayman. O'sha ko'pchilik kommentlarda yozishgan, yiqilganni oyoq kiyim bo'lib turib, keyin men kiyayotganimda oyoq kiyim yo'q bo'lib qolgan, men tufligimni kiygizib olib ketganman uni. O'sha joyi endi u kino juda ham achinarligi uchun hech kim unaqa e'tibor bermagan, ahamiyat bermaganmiz. Kinoni xatolarida. Montaj paytida qarasam oyoq kiyimda yiqilganda, eng qiziq joyi o'shani boshqatdan olmoqchi bo'lganmiz. Ola olmaganimizning sababi o'sha yirtilgan, yirtuv kiyimlarini biz tashlab yuborganmiz aqlatga. O'zingiz ishingizdan kuldiryapsiz. Boshqa kiyim yo'q. Bu shunaqa qilish kerak. Yo'q, to'g'ri gapirish, maqt Nima bu? Boshqa kiyim yo'q deydi. Aql odam bor. Boshqa kiyim nima qilasan? Qolgan joylarini qanaqa qilib olasan uni? Yo'q, men bunaqa demoqchi. Misr ishkelayotganda o'sha kiyim, yiqilayotganda boshqa kiyimni. Ishlatdim, mana buni javob. Va montajda qarasam boshidan olaman do'stlar hozir. O'sha yiqilgan joyini dedim men. Javob yaxshilab eshitgan ekan. Bobo yig'lab o'tib o'sha payt. Наличных рублей только у одного Кудратова, начальника областного управления торговли Бухарской области, изъято 9000 Muzaffar золотых akamiz монет yozibdi, царской Mahmudjon aka. чеканки. iPhone'ni qachon Расследование силами местных правоохранителей. Yo'q, yog'ini yemayman dedim. Yoqsiz joyim. endi Muzaffar aka Xudo xolasa bugun hushyor bo'lib turinglar. Bugun iloji bo'lsa shu bugun video qilaman. Одноклассникка qo'yib tarqatib tashlangan. Bugun ko'rasizlar nima bo'lishini, nima bo'lganini sizlarga bugun qo'yib beraman. Xudo xolasa bilmadim endi. Men hozir sizlarga konkret bir narsani gapira olmayman, chunki aytganman, что yo YouTubedan ketaman, yo biror narsa qilaman deb. Biror nima qila olmagan bo'lsam, shu YouTubedan ketaman. Которые проводили бухгалтерские, экономические Nasoratga экспертизы. anavi Вы можете себе представить, какая mencha громадная, javob berib около ko'rdim. 5000 Music. человек находилось в распоряжении O'zbek вот bola. нашего Assalomu alaykum, так assalomu alaykum. называемого штаба по расследованию хлопковых дел. Biz prямой efir ham juda ko'p ketdi. Plus do'stlar, mana shu bolani ukamizda podeshka qilib turasizlar degan umidamiz. Birga ko'p ishlarni birga qilyapmiz. Kinoni ham mana shu birga boshlaymiz, xudo xolasa. Podeshkaga bo'lasizlar degan umidamiz. Sog' bo'linglar, gaplashamiz yana. Rahmat. Ko'cha vaqtlaringizda bo'ldik. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.